Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Bizning bugungi mehmonimiz yaqin kunlarda UFC ga o'tishi kutilayotgan MMA jangchisi Firdavs Hasanov. Assalomu alaykum Firdavs, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi O'zbekistonga? Assalomu alaykum, katta rahmat. Hammasi yaxshi, o'zingiz yaxshimisizlar? Charchamang. Rahmat. Firdavs mashg'ulotlarni Amerikaning qaysi shtatida, qaysi shahrida va qanaqa zalda olib boryapsiz? O'zi birinchi Amerikada boshlagan zalim Filadelfiya shahrida, Pensilvaniya shtati, Marcos MMA degan zalda trenirovka qilganman. O'sha yerda ancha bir 4 yillarcha bir o'sha yerda shug'ullanganman. Endi o'rtada biz borlar qilganmiz va Las Vegasda Range Couture zalida, endi New Jerseyda trenirovka qilganmiz. Har xil zallarda ko'p zallarda trenirovka qilib yurganman, zbor qilib, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra hozir o'sha oxirgisi mana American Top Teamga Miami'da, Florida shtatida o'sha yerga ko'chib, o'sha yerda trenirovka qilib shug'ullanib, hamma janglarga xudo xolasa boshladik. U yerda MMA jangchilardan, aynan UFC yulduzlaridan kimlar bilan mashg'ulot o'tkazyapsiz? U zalda o'zi ko'p UFC chempionlari bor, PFL, UFC, Bellator, hozirgi mana ONE FC, Rising, hamma promotion chempionlari bor. Lekin men UFC chempioni Aleksandr Pantoja sparring partnyorlarim, Jalg'az Jumagulov, Kyoji yaponiyas 57 kilo vazn toifasida, u ham hozir 3-nomer yaqinda u ham jang bo'ladi. O'shalar bilan ko'pincha ishlayman. Keyin Basharat Farid 61 kilo Afg'onistonlik, u ham top 15 talikka kiradi hozirgi kunda, yaxshi bayslar. O'shalar bilan ko'pincha sparring qilib, kurashib, shug'ullanib tayyorgarlik ko'ryapman. Yaxshi, juda ham zo'r, qanaqa aytsam, chempion, opitni bayslar. Hozircha shunaqa. Atak hamma katta 70 kilo, 65, 85 hamma UFC chempionlari ham o'sha yerda ko'p. Sherib biz birga Nursulton Ro'ziboyev bilan o'sha komandaga hozir endi moslashib oldik. Xudo xolasa endi boshladik mashg'ulotlarni. Samarqanddan yana kimlar bu? O'zalda. O'zi O'zbekistondan 3 kishi o'zalda. Men Samarqanddan Nursulton Ro'ziboyev va uning ukasi Mashrabjon Ro'ziboyev uchalamiz o'sha zalda. Hozir mana yaqin kunda Islom Baltayev u ham qo'shildi, yaqinda ketdi zborga. Hozircha 4 kishimiz. O'zbekistondan shu American Top Teamda 4 kishimiz. Undan oldin o'zbeklar bo'lmagan menimcha o'zalda. Ko'pincha shu Dog'istonlik, Kavkaz bolalari Rossiyadan. Tojikistonlik Sarvar degan bayt bor, PFL da o'shadi, u ham o'sha yerda. Keyin Jalg'az Jumagulov Qozog'istondan. Hozirgacha nechta ligada jang qilgansiz va professional rekordingiz haqida gapiring? Professional rekordim 14-5 hozirgi kunda. Ko'p promotionlarda jang qilganman. Men o'zim Rossiyada boshlaganman. Shu rossiyskiy promotionlarda, kichkina promotionlarda urishganman. 5-6 ta jangdan keyin o'sha katta ligada ACA Checheniya ligasi, o'sha ligada debyut qilganman. Zameniga chiqqanman, kam qolganda, katta vaznda, 61 kilo vazn toifasida. Keyin undan keyin o'sha Germaniyada urishganman. Keyin Germaniyadan keyin Tailandga borganman, zborlar qilib Tailandda urishganman. Keyin Dubayda trenirovka mashg'ulot olib o'rganman. Majlimov Husan aka, Husan Majlimov. Ular bilan mashg'ulot qilganman. Keyin asta-asta shu o'sha Amerikaga viza qilib, kontrakt olib, Amerikada o'sha shu Habib ligasi birinchi Amerikada o'tkazgan Eagle FC, o'shanda urishganman. Eagle FC, keyin UFC Fight Pass Combat FC degan promotionlar bor. Shu UFC ga yo'l ochish anaqa promotion deyiladi. Shunaqa o'sha yerlarda urishganman. Hozir yana yaqinda xudo xolasa 6-iyunda Mangu ligasida Samarqandda birinchi O'zbekistonda birinchi jangim professional. Bu jangga sizga omad tilaymiz. Katta rahmat, xudo xolasa. Janglarga tayyorgarlikni qaysi murabbiylar bilan olib borasiz? Oldin shu qaysi zalda shug'ullangan bo'lsam, o'sha trenerlar bilan albatta ishlaganman. O'sha trenerlar bilan shug'ullanib, qanaqa plan qilib bersa, jangga o'sha plan bo'yicha shug'ullanganman. O'sha qanaqa desam, boshida o'zim shug'ullanib, harakat qilib
5-6 ta janggacha o'zim qilganman. O'sha yerda Rossiyada Lyubitselskiy trenerlar bo'lardi. Shu endi boshlanayotgan MMA jangchilar bilan shug'ullanib, keyin уже mana shu professionalniy boyeslar bilan уже qo'shilib, qaysi zalga borgan bo'lsam, o'sha trenerlar bilan. Hozirgi kunda Samarqandda o'qishim kerak, lekin American Top Teamda shug'ullanaman. U yerdagi trenerlarim bu yerga kela olmaydi. Nima uchun deganda men yaqinda moslashdim u yerga. Endi xudo xolasa agar UFC bilan kontrakt olsam, ular bilan albatta ishlashni boshlayman. Hozir o'zim akalarim o'sha yerda yordam berishib, shu jangga yordam berishyapti tayyorgarlik ko'rishga. Xudo xolasa. Odatiy vazningiz qancha? Odatiy vaznim o'zi formada agar shug'ullanib har doim formada yursam 66 kilo yuraman. 57 kiloda jang qilaman. Ba'zi payt pauzalar bo'lib qoladi. Shu paytlari уже 69-70 ko'tarilaman. Shundan keyin yana shug'ullanishni boshlasam 66 kilo bo'lib qolaman. Keyin уже vesagonka. Men uchun 61 kiloga taylash uchun oson, juda ham 4-5 kilo men bir kunda tashlayman. Shu uchun men yutqazgan janglarim hammasi 61 kiloda bo'lgan. Bir kunda shu zaminaga chiqib, vес tashlab bir kunda shu yutqazganman. Qolgan hamma yutuqlarim 61 kiloda, 57 kiloda bo'lgan. Shu uchun shunaqa odatiy vaznim 66-67 kilo. Jang belgilangandan keyin janggacha necha kun qolganda siz vesni to'g'rilab olasiz? Agar bir oy oldin jang olsam, shug'ullanib yuraman, dieta boshlayman, chunki mana bu shakarli, tuzli narsalar, har xil xamir, gaz, mana shirinlik narsalarni уже pitani to'g'rilab olaman oldindan, bir oy oldin. Уже просто shug'ullanib, odatiy shug'ullanib tayyorgarlik ko'rishni boshlayman. Уже bir hafta qolganda, bir hafta 5-6 kunlar qolganda уже vesagonkani boshlayman. Уже asosda mana 5 kun qolganda bir 63 kilo bo'lsam, oxirgi kunlari уже 4-5 kilo tashlayman-da. 2 kun qolganda taroziga. Sizni tanitgan jang qaysi deb o'ylaysiz va u kimga qarshi o'tkazgansiz? Meni tanitgan jang men bilmadim, endi balkim shu AC'da debyut qilganimdan keyin shu AC ligasini butun shu SNga ko'ra tomosha qiladi. Menimcha o'ylayman, o'shandan keyin menda уже katta janglar bo'lgan. Keyin Amerikada Eagle FC'da urushgandan keyin ko'pchilik ko'rgan, shu hozirgacha aytishadi, shu Eagle FC'da Amerikada urushganingizda hammamiz ko'rganmiz deb. Menimcha shu AC Eagle FC katta promotionlarda bo'lib ketgan. Jangingiz rasman belgilanganda jangga asosan qayerda tayyorgarlik ko'rasiz va raqibingizni o'rganish jarayonida nimalarga e'tibor berasiz? O'zi jangim bo'lmasa, shunaqa bir formam ushlab turaman, yengil trenirovkalar qilib. Jangim aniq bo'lgandan keyin уже полный mana fight camp deyiladi. O'sha jarayonga kirib, o'sha tayyorgarlik kuchli olib boramiz ertalab kechga. Shu komanda bilan ko'ramiz sopernikni, qaysi kuchli kuchsiz taraflarni o'rganib, o'sha kuchsiz tarafiga ko'pincha shu ishlaymiz. Shunaqa qilib jarayonlar ketadi-da. Siz UFC'da Nursulton Ro'ziboyevga sekundantlik qildingiz. UFC Octagon atrofidagi atmosfera qanday va o'zingizga qanaqa motivatsiya oldingiz? Nursultonga shu Amerikaga kelgandan beri biz birga shug'ullanib tayyorgarlik ko'rganmiz. O'zim men ham Amerikaga UFC chiqish niyatida bo'lganman, shu uchun Nursulton debyut jangida men o'zim sekundantlik qilganman. Undan keyin ham atmosferasi, UFC'ni atmosferasi juda ham boshqacha. Har bitta odam agar u yerga kirib his qilsa, u boshqacha bo'ladi. Shuning uchun u yerdan katta motivatsiya olganman. Shuning uchun hozirgacha harakat qilaman. Shu mayda janglarni yutib, reyting ko'tarib, o'sha yerga UFC bilan kontrakt olish uchun katta motivatsiya bo'lgan men uchun. Hozirgacha men birgamiz, xudo xolasa. O'ylaymanki, mendan ham o'xshab qoladi bir kun. Firdavs Hasanov kunini nimadan boshlaydi va kuniga necha mahal trenirovka qiladi? O'zi men qanaqa aytsam, kunimni o'zi har doim ertalab shug'ullanaman. Ko'pincha
ba'zi jangim bo'lmagan payti bir mahal shug'ullanaman. Ertalab ba'zi payt kechga. Ko'pincha ertalab trenirovka qilaman, keyin ertalabdan keyin o'zim ishlarim bilan shug'ullanaman shu bizneslar bilan. Vaznni nazorat qilib turish uchun. Ha, formada bo'lish uchun har doim jang agar chiqib qolsa, уже ishlarni to'xtatib, ikki mahal trenirovkalarni boshlab, уже jangga уже polni jarayonga kirib shug'ullanish boshlayman. Atak bir mahal shug'ullanaman, undan keyin ish. Yoki ertalab ishlasam, kechga trenirovka qilaman. Ertalab shug'ullansam, kechga ish, shunaqa bo'ladi. Jangim bo'lmagan paytlar. Lekin albatta agar jangim olgandan keyin уже hech narsa, hamma narsani to'xtatib, faqat shu xayol, fokus jangga bo'ladi. Ertalab kechga shug'ullanib kuchli tayyorlanamizda. Sportdan tashqari yana qanaqa biznes bilan shug'ullanasiz? Sportdan tashqari oldin ko'p ishlar qilganman. O'zi har doim men karyeram boshidan boshlab ishlab ham trenirovka qilib kelganman. Men hozir UFC ga chiqsangiz katta summa pul ishlay olasiz, но kichkina promossionlarda pul ishlay olmaysiz. Shuning uchun oila ro'zg'or deganlardek ishlash kerak, albatta. Sponsorlarimiz yo'q. Shuning uchun har doim ishlab kelganman. Ko'p ishlar qilganman. Hozir данный момент oxirgi biznes ishlarim shu trak. Amerikada trak yaxshi biznes, shuning uchun bitta trak olganman, harakat qilib ishlab, ham trakda ishlab, ham trenirovka qilib, shunaqa qilib yuribmiz. Trenirovkada ulgurasizmi? Trenirovka endi trakda ishlasam ko'p ulgurmayman. Ba'zi payti haftada 3 marta bo'lsa ham trenirovka qilaman, trakda ishlagan paytlarim. Lekin agar jang olsam, уже hammasini to'xtatib, zalga kelib polностью trenirovka qilaman. Traklarni chakada qo'yamiz. Firdavs, endi ozgina janglarga prognoz bersangiz. Juan Joshua Aleksandr Pantojaga revansh berishi kerakmi, yo'qmi? Bu jangda Joshua kamarini yo'qotish ehtimoli qanchalik yuqori deb o'ylaysiz? Joshua berishmasligi hali u menimcha hal qila olmasa kerak, chunki u birinchi marta mana kamarni yutib himoya qildi. Shuning uchun agar 3-4 marta chempionskiy kamarni himoya qilsangiz, o'shanda siz ayta olasiz, bu bilan urushaman, bu bilan urishmayman deb. Mana siz o'zi Aleksandr Pantoja bilan bitta zalda trenirovka qilyapsiz. Da, men trenirovka qilaman. O'zi bilan ham mana yaqin kelmasimdan oldin gaplashganman. Nima bo'ldi shu Joshua bilan revansh berishadimi, yo'qmi deganda, уже berishgan dedi. Prosta uni travmasi hali butun yaxshi bo'lmagani uchun hozir boshqa jangchi berib himoya qildi u. Shuning uchun unga o'zi berishgan. Hozir menimcha endi yozda yoki sentyabrlarda menimcha 100% jangim aniq dedi. Siz norasmiy anons berdingiz. Da, endi men o'ylaymanki Pantoja Joshuani oladi, chunki u kuchli parterdan ham menimcha yiqitib submission qilsa kerak deb o'ylayman. Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o'rtasidagi trilogiya jang natijasi qanaqa bo'lishi mumkin? Pyotr Yan bilan Merab Dvalishvili yaxshi jang, 3-jang. Endi bu yerda o'zi 50-50 deb o'ylayman, meni o'zim fikrim. Nima uchun deganda, birinchi jangda Pyotr anaqa bo'lganda travmasimi shunaqa bo'lib qolgan, shuning uchun yaxshi tayyorlana olmay qolib ishlay olmaganman deb aytgan. Keyin Merab 1 yilda 3 marta himoya qildi kamarni, 5 raunddan ishlab 4-jangi oldi. U tarixda, UFC tarixida bo'lmagan. 4 marta hech kim himoya qilmagan 1 yil ichida. Shuning uchun men o'zim ham bilaman, odam ko'p vez ganat qilsa, 1 yilda 3-4 marta ganat qilsa, vez 10 kilo, 13 kilo, 14 kilo taylasa, organizmi juda ham charchab qoladi. Shuning uchun menimcha shu narsa ta'sir qildi Merab uchun. Shuning uchun yaxshi formaga kela olmadi. Endi hozir mana уже vaqt ancha o'tdi, 6 oy. Merab ham, Pyotr Yan ham yaxshi tayyorlanayotgandir. Menimcha 3-jang 50-50. Kim qaysi jangchi yaxshi mentalni, fizический, hamma taraflama yaxshi shu jangga yetib kelsa, vez tashlashlari hammasi o'sha yutadi deb o'ylayman. Ikkalasi ham kuchli jangchi, Merab ham, Pyotr Yan ham. Shuning uchun qaysi yaxshi tayyor bo'lib kelsa, xudo xolisa o'sha jangchi oladi menimcha. O'zingiz Pyotr Yanga muxlislik qilasizmi, Merab Dvalishviligami? Endi men Pyotr Yan bilan ham sparring qilganman, oldin ishlagan, trenirovka qilganman, shug'ullanganman, keyin Tigerda, Tailandda, Merab bilan ham, Merab Las Vegasda ko'p ko'rishganman.
keyin Filadelfiyadan ham Amerikada ko'p ko'rishganman Merab bilan ham. Ikkalasi man yaxshi jangchi uchun gap ochig'i ular bilan bunaqa do'stlashib anaqam yo'q, hech aloqam. Как muxlisdek ikkalasi ham zo'r jangchi, ikkalasini ham jangi yoqadi, shuning uchun man qaysi jangchi kuchli bo'lsa shu tarafda. Chiroyli jang uchun. Yosh sportchilarga nimalarni maslahat qilib qolasiz? Yosh sportchilarga shu maslahatim shoshilmaslik, avvalambor shoshilmasdan ustozlarni quloq solib, aql bilan ish tutish, keyin shu disiplina, trenirovka, o'ziga ishonch, mana shu narsalar yordam beradi, xudo xolasa. Og'ir mehnat. Hech narsa oson bo'lmaydi. Hozirgi yoshlar sponsor yo'q, u yo'q, bo'lmaydi, unaqa desa, u bo'lmaydi hech qachon. Sponsor siz UFC chempion bo'lganingizdan keyin paydo bo'ladi. Shuning uchun siz agar hech kim bo'lmasa, sizga hech kim, agar siz otangiz yoki yaqiningiz boy inson bo'lsa, sizni ko'tarishi mumkin, yo noldan ko'tarish, yordam berishi mumkin. Shuning uchun yosh sportchilarga shu narsaga e'tibor bermasdan og'ir mehnat qilib, maqsad qo'yish kerak, oldinga qarab intilish kerak. O'shanda bir narsaga erishadi. Ada mayda-chuda har xil narsaga e'tibor berib, maqsad esdan chiqib ketsa, u bo'lmaydi. Shuning uchun shoshilmasdan og'ir mehnat, disiplina, xudo xolasa hammasi bo'ladi. Firdavs Hasanovni muxlislarga tilaklari. Muxlislarga tilaklarim hammaga sog'lik, salomatlik, avvalambor ko'p Instagramda yozishib, qo'llab-quvvatlashadi. Hammaga rahmat. Kim meni poddershka qilayotgan bo'lsa, xudo xolasa meni qo'limdan kelgancha shu oktagonga chiqib xursand qilish umiddaman. Inshaalloh harakat qilaman. Maksimalni UFC'ga chiqib, hammalaringizga rahmat katta. Hadi shu. 6-dagi Mangudagi jangingizga sizga omad tilaymiz. Rahmat katta. Hadi shu sizlarga ham rahmat. Xudo xolasa. Podkastimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun, vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Hadi shu. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.